Qadim zamonlarda bir qishloqda ikki do'st, tovus va xo'roz qo'shni bo'lib yashar edi. Xo'rozning juda go'zal va naqshunkor dumlari bor edi. Tovus esa xo'rozdan bir kunga dumini berib turishini iltimos qildi. Tovus dedi: "Dugonajon, uni bir marta mehmonga borganda taqib boraman. Qaytib kelgach esa albatta senga qaytaraman." Xo'roz rozi bo'ldi. Tovus uning dumini taqib juda go'zal bo'lib ketdi. Hatto butun qishloqni, o'rmon va bog'ni aylanib chiqdi. Lekin oradan kunlar o'tdi ham ortga qaytmadi. U xo'rozga bergan va'dasiga xiyonat qildi. Xo'roz kukariku, kukariku deb tovusni qancha chaqirmasin, uni topa olmadi. Shundan beri xo'rozning dumi xuddi hozir yulib olinganga o'xshar ekan va u bir kunda 3 marta kukariku deb qichqirar ekan.